Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 6 avgust kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari, 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. 1 AQSh dollari 11.886 so'm 72 tiyin bo'lib 55 so'm 49 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.717 so'm 27 tiyin bo'lib 25 so'm 83 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 146 so'm 37 tiyin bo'lib 1 so'm 5 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 25 so'm 33 tiyin bo'lib 6 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.